Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan bugun Dilisa Azamov. Bugun sizlar bilan Dilisa o'yinlarini o'ynaymiz. Qani unda boshladik. Bu o'yinda o'zim anchadan baxshi o'ynayman. Bu birinchi videom, aktiv bo'lib tursalaring ko'proq chiqaraman. Ketdi. Давай. Ur! Darvozabonni Pikfordda yaxshi uradi. Atak kimga qo'yib beraylik? Holandga uzatma. Mbappega ber. Qo'tyapti va gol. Tezkor gol ursa, o'yinda g'alaba qozonishimiz oson bo'lib qoladi. O'zi bu oxirgi ligani oxirgi turi o'yini. Umuman ulgurmayman. Senga qarab o'tkazib yubordim. Ha, botlar. Olim aqllilik qila olmay. O'tdi yaxshi. Qo'tyapti. Bos. O't. Ay, o'talmadi. Nima qilganim bu endi? Hop. Ana oldi. Sразу uzatma beramiz. Tepamiz. Siz aktiv bo'lib tursalaring, bundan ham ko'plab videolar chiqaramiz. 200 prosmotr yig'inglar mayli. Ya endi bu yangi YouTube nimasi bo'lgani uchun kamroq bo'laveradi. 150 ta 200 prosmotr yig'salaring, sразу ikkinchi qismini ham chiqaramiz. Kim bo'yi bo'shmiz? Yozuv bu. Hamma aytib bordi o'ziga. Bizga emas. Bos. Hafta gol. Ko'raylik, hafta golni ko'raylik. Hop. Of ketyapti. Bitta Ishtanga bo'lib qoladi. Hafta gol bo'lib ketdi. Biz foydamizga ishlab juda ham zo'r futbolchi ekan. Qadrlaymiz. Biz 12-chi futbolchimizda biz bu. Bos. Hakam 13-chisi. Hakamga ana nima bor, uni ismi nima edi? Yuribdi tekshirib. Hakam? Ha, hakam. Hakamga to'p tegsa 3 marta yerga sakratib nima beradi? Yo. Ha? Penalti? Lutfulla to'g'ri. Hakam bizni o'yinchimizni o'ylasa, to'sadi Kurtuva siyli. Osmon. Osmondan chiqardi-yu. Talla yengil teparkanda osmonga ketdi. Yomon zo'r o'yladi. Bu Kurtuvani duxidan o'yin tugadi. Birinchi taym tugadi. Siz aktiv bo'lib turinglar, like, podpiska. Tez orada tez qismlarda ham chiqaramiz. Burchi zarbasan, lekin gol urishimiz mumkin. Eslaysanmi, akkauntim bor deydi. Sen akkauntingni olib o'ynardim-ku. O'sha akkauntni kuchaytirib tashlandi. Kurtuvamidan varatali? Varating ismi nima edi? 3-0. Alverden chiqamiz ikkinchi taymga. Bo'ldi, tugatadi hakam birinchi taym tugadi. Tez aktiv. Reklama. Reklama ishlayapti. Bugun pek reklama ham bo'ladi, Wi-Fi yo'q. O'sha yaxshi-da. Keyin oxirida aktivni bu maqta şeylar mana shu valarni bir hayron qoldirsin O'zbekiston. Tarkibni ko'ryapsizlar. Zo'r, ideal basi. O'ynasa bo'ladi. Yaxshi. Kurtu 95 mi? Nay. Jicha kuchaytirganman 93 o'zi. 95 mi? Shuna bo'lingan. Sizlar o'zim kuchaytirib zo'r. Sen nechta prosmotr keladi o'ylaysan? 100 Turanov. Nechta prosmotr keladi o'ylaysan?
30 ta 40 ta kelsa kerak. Sen nima deyapsan? Hali shuni aktiv qilib beramiz. Yotib olib yig'laysan, aktivga balla davay bosinglar. Turistlarni oshirib tashlanglar. Hayron qoldinglar. Bu balani. Necham bo'ladi? Mani akkauntimni ko'rmayapsan. Mingtadan ko'p rasotli yuborgan 1 soat ichida. Ketdi. Bos. Ajoyib fintlar qilib turadi o'zi raqib. Bot bo'lsa ham. Tip. O'sha olishdi mayli. Qolib ketdi. Qoldi mayli. Hop, patkat bilan uchiramiz. Ketdingiz osmonga. Siz ham ketasiz. O'zim ketdim. Sariq berar ekanlar amca qizilga. Penalti nima bu? Hakam sariq kartochka berishdi. Nima bo'lyapti? Grilish deparkan. Bu safar osmonga ham bu safar. Ikkita penalti tiqtiraring. To'g'ri 0 dava aktiv turistlar qilaylik da nechta golga qarab. Dava 5 o'rin qilib qo'ysam. Gollarga qarab. Penalti ham. Penalti. Ana qizil ham bor. Goodbye. Uyingizga bora olmaysiz. Qizil oldi. Penalti ham ishladi. Ne burillar yarab. Da Kurtuan deb turamiz. Varada tepadi. Kurtuan. Gol bo'ladimi? Davay. Yo'q. Varadasi yomon ekanda ularni. To'g'ri, nolu. 5 o'rin qilaman. Hali endi 75-daqiqada ketyapmiz aka. Ma, 5 o'rin. 5-0 penaltini o'rniga. Pedri. Berdi. 6-0 qilib qo'ysam ham chiroyli shot bo'ladi. 600 da prosmotriga boraylik, davay 6-0 qilsa. Davay. Prosmotrni bomba qilib tashlash kerak-ku. Buni og'zini ochmasa bo'lmaydi. Birinchi YouTube'ga video qo'yib turibdi-yu. Kaya hozir bitta prosmotrni o'chirib bersa bormi? U kuniga soatiga video qo'yadigan bala bo'lsa kerak. Turib qo'ydi. Daramas. Hay, bo'laveradi. Qo'y berdi. Kichik YouTuber bo'lib ketsin. Podpiska bumi bo'lib ketsa hozir. Kecha soat nechida olyapmiz? 11:30da olyapmizmi? Soat necha bo'ldi-ki? 11:42. Voy. Yomon-u. Uxlashdan video olish kerak, to'g'rimi balla? Nima deysizlar keyingi safar? Prosmotrda bomba qilib tashlaylar. 30 ta 40 ta dishiga qarab o'tirmanglar balla. Bo'ldi, yutdi. Ligani yutdi, 15-o'yinida. Hamma patket tashlaydi. Kurtova ko'taradi so'ng. Penaltidan urilmagan bo'lsa ham. Qani? Oho. Nechta qo'yim berdi, to'xta? 28 ta olmos beribdi. Kattimda elit diviziondan ketdim. Endi legendarniy divizionga. Bosinglar prosmotrda. Xayr do'stlar, mana shu o'yinda o'ynadik. Mana Everton bilan 5-1 bo'ldi. Sizlar bilan ko'rishguncha, sizlar bilan Dilisa Azamov bo'ldi. Hammalaringga xayr.